Obunachilarimizdan savol kelibdi. Tok nima sababdan uradi? Tok agar Aristondagi tentda yoriq paydo bo'lsa, odamni o'ldiradi. Xo'p, hozirgi kunda qo'yilayotgan oddiy avtomatlar o'z vaqtida tokni ajratmaydi. Mana 220 volt Aristondan o'tib kelgan avtomat esa ajratmayapti. Xo'p, tokdan qanday saqlansak bo'ladi degan savol. Uzo avtomatidan foydalansangiz bo'ladi, faqat uzo avtomati o'zi ishlamaydi. Unga отдельный zazimlina qilish kerak. Zazimlinani ishlash tartibi esa mana bu jarayonda bo'ladi. Zazimlinani detallar bilan yerga qotirib olinadi. Zazimlina hosil bo'ladi shunda. Mana tok o'tadi, yerga borganda informatsiya keladi uzo avtomatiga. Tok boshqa joyga chiqib ketyapti. Ya'ni inson salomatligini mana shu yerda saqlab qoladi. Xo'p, uzo avtomati o'chadi. Agar zazimlina bo'lmagan holatda qanday ishlaydi? Xo'p, odam keladi, korpusga qo'li tekib ketgan payti tok ushlab qoladi, odam esa o'tkazgich hisoblanadi va tok yerga qarab o'tadi. Odam shu jarayonda o'ladi. Xo'p, agar sizga zazimlina nima degan, uzo avtomatini qanday ulaymiz, to'g'ri ulash jarayonlarini ko'rsatinglar deb qiziqsalaringiz, menga podpisatsiya bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoroliklarimda hammasini sizlarga batafsil tushuntirib beraman. E'tibor uchun rahmat.